Halitdan odam qo'rqyapti akalar. Bunda chiqaringlar meni. Nimaga kelganimizni ham bilmaymiz. Sizlar bilan birga ko'ramiz. Shuncha odam ichkarida. Hozir quest bo'lyapti. Birinchi bo'lib turib mashinani topish kerak ekan. Shuncha odamning ichidan kim birinchi bo'lib turib mashinani topar ekan? Videoni prosta maza qilib ko'ramiz. Bunda chiqaringlar meni. Nimadir bo'lyapti. Men bilmayman akalar, yordam beringlar. Kimga yordam berishinglar? Mana mashqaratga Meni chiqazinglar bu qafasdan akalar. Ular nima bo'layotganligini vaqt tushunmayapmiz. Shuncha odam. Ular mashqaratga yordam berish kerak ekan. Junglidanmi aka? Aka, qachondan beri shu yerdasiz? Men bilmayman, bir haftami, 2 haftami? Haval mashinasini topish uchun birinchi bo'lib turib kartani yarmini topish kerak ekan. Biza ikkita komandaga bo'lindik, kartani topdik va men havalni topdim birinchi bo'lib. Kimdir kommentariyada buni modelni topsa $100 hadya bo'ladi. Mayli, sizlarga oson bo'lishi uchun diskasini ko'rsataman. Ko'rasizlar? Farazini ko'rsataman. Lekin modeli qaysi? Topasizlar.